Mana bu Pavloniyaning 1 yillik ko'chati. Mana bular 1 yillik bular. Mana qarang. Bularni egib turib bu yil mana bu yerdan qirib tashlaysiz. Keyin yana tomir oladi. Bularning kerakli novdalarini olganmiz, tomirlarini qalamcha qilganmiz. Bu tez o'sadi, 6 yilda tayyor bo'ladi. Diametri 1 metrgacha bo'ladi uning. Oziqaga berishga bog'liq lekin faqat. Oziqani normal berish kerak. Bu qayerga egamiz buni? Tovuq egamizmi? Tovuqqa ham, hovliga ham egamiz. Tovuq ham bo'ladi. Xo'p. Hozir sezoni hozir buni ko'chat qilish, fevral oyi. Bu hozir yaxshi. Fevral oyida iloji boricha o'tkazish kerak buni. Iloji boricha egishda mana shu mayda tomirlarga e'tibor berish kerak, qirqmaslik kerak buni. Qalamchaga mana qangisidan olish mumkin. Kattalardan. Kattalaridan, ha. Mana shunday. Hammaga tavsiya qilamiz buni. Ko'paytirish kerak buni. Mana Tobek akamiz yaxshi biladi qani nimaligini. Ko'paytiringizlar bundan. Foydalaningizlar. Ha? Uylar solingizlar. Ay yashang rahmat. Ichkarida ham bor menda ham. Ichkarilarda ham bordan ketdi. Yana apkan ichini to'ldiring. Boshini ichi to'lsin mayli, bir boshim bo'lsin. Ay yashang. Mayli, salomat bo'lingizlar, rahmat sizlarga. Mayli, omonda bo'ling.